İltimos ko'p yashashinglar, Alloh uchun yordam beringlar bizga. İltimos qiynalib ketdik. Oğlumni operatsiyasiga yordam beringlar. Zudlik bilan 3 ta joyini, qovog'ini, oyoq qo'lini Hindistonga borib operatsiya qilishimiz kerak ekan. Bunga $20,000 ketar ekan. Iltimos bizni yolg'iz qoldirmanglar. Amin. Ey mehribon Allohim, o'zing bilib ko'rib turibsan o'g'limning holatini. Shu o'g'limning 2 ta farzandlari bor. Yetim qoldirma. Saxovatli insonlarni o'zing asra, ularning jannat bilan siylagin. Kim farzandimga yordam qo'lini cho'zsa, uning ro'zg'origa baraka bering. Ularning farzandlarining yuzidan kulgi arimasin. Har bir qilgan yaxshiligi qiyomatda uning oldidan nur bo'lib chiqsin. Menga bir bergan bo'lsa, ularga 1000 qilib bergin. Farzandlarni rohatlarini ko'rib yashasın. Amin.